Ko'rayotganinglar atrofimizdagi har xil temalar ustida ustozlar bilan birlikda fikrlashishni maqsad qilgan Tog'dim Bag'dim programmasi. Gul Ruxsar qand shekeri sog'lomlik sovg'asi mahsulotini bozorga solgan Gul Ruxsar shirkati programmamizning bosh tojdorligini oldi. Gul Ruxsar shirkatiga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. O'simlik filavin tableti, gigant balam, doktor balam, üzüm şerbeti qatarlıq mahsulotlarni bozorga solgan Yo'rinqash shirkati programmamiz bilan alayda hamkorlashdi. Yo'rinqash shirkatiga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Yaxshimsizlar aziz ko'ruvchilar, Tog'dim Bag'dim programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bugun biz yana ustoz san'atkorimiz Adil Mejid akamiz bilan ham suhbatda bo'lamiz. Bugungi biz paranglashmoqchi bo'lgan temamiz jibo to'g'riliq so'zlashimiz. Bana değil mi karaysılı? Çemberdeki bek çıkırdı şu. Jibo qildim kiringlardi. Men o'zimizga yo'lim qaldi, yer qoldi yerdan kamdan. Chiroq chiqib bardi. O'zining temasini tepkapti deb o'yladinglar. Demisimi hamda hozir jibo bak taraqqiy qilib ketdi. Adam shu o'zining talantini namoyon qilyapti. Shaxsan men shu jibo qilib shundoq o'zimning ko'nglimni xush qilaman. Naqshlarni aytib beraman, ancha-muncha qiziqchiliklarni qilib beraman. Biroq ba'zida ajoyib bir narsani tuyib qolaman deb, masalan, yolg'iz uyda jibo qilib qolsam, men telefonni ochgan bo'lgan ekan, telefonni o'zimiz ko'rinimiz-ku. Endi undan boshqa bir odam emas, endi boshqa odam bo'lgan bo'lsa, uning bilan paranglashsak, normal bo'ldi ekan. O'zing qarab gap qilsang bir xil g'alati tuyuldi ekan-chi. Agar shu jiboni men qilmay, boshqa bir narsani qilib, shunda so'zlab o'tgan bo'lsam, ko'ngilga odamdan qarab so'rab keldi. Ya o'zing qarab tursan, birdan keyin yana bir paydo bo'lgan bu. Dezon tishdim-da. O piki qilgan holatimiz. Hem jiboningmi hamda nurg'un taraplari bor, hamda buning yaxshi taraflarimi, hozirgi yoshlarimizningmi hamda nurg'un do'stlarimiz jibo qilyapti. Hatto jibo qilish orqali pul tepayotganlarmi bor, mahsulotlarini e'lon qilib jibo daho deb qo'yamiz-ku. Normal jibo qilayotganlarningki azroq kayfiyatga ta'sir yetkazayotgan ishlarmi bo'lib qelyapti. Bab, og'zini buzdig'ali bek chiqdi. Adilkan bir vos ko'di ya ko'mdi. Shu yaqinda bir bola chiqdi-ku. Gaplar chiqib sal bir meyal bir cho'nglar bor, ya bo'lmasa bizning o'g'il qiz ya bo'lmasa cho'ng kichikda armay, og'zini chiqayotgan bu gaplarni digilolmaydi-ku bu mazmunni. Senmi yosh kichik jibomi qilyapsa, sen buzib shumagansan og'zingni? Ya, men og'zimni buzolmayman-ku, men og'zim kichik bo'lgan ekan, buzolmayman. Kichik og'izbek buzibdi. Kichik og'izdimi bo'sh gap chiqmaydi. Men shu bir qatim buzgan degine? Ya, buzmagan, pikini azdırıyordu beni. Pikini ufturu nima ish qilgan? Boshda yer berilashdi, har deb qildim. Balit o'ynab bersan bo'lmamdi deyman. O'ynagandan keyin shu. Balit o'ynaganmi? O balitni xato besh qilyapti. Bu beshini yerga putmasmoq qo'ydi. Xato besh qilyapti jumaba. To'pi o'ynadi-da, bo'pti, chidag'ani chiqargan, deb qopdi deb. O'g'avalım nimish qilyapsa biz savodlashib turibmiz va shuni qilyapti. Ey bola, men qamlashmoqda maqli. Aftagan bo'lsam, buni tizam bo'ladi ekan. To'g'ri, u vaqtda qallam kelmabdi. Bola degandikin, o'ynab bo'lgandan keyin esin kelibdimi? Bunda ishlar vojib, adlikatga. Jamiyatda jiq ta'siri yaxshi bo'layotgan ishlarmi jiq, lekin qisman shunday bir jibo qilayotganlar, mushtaq har xil supalar chiqib ketdi, jibo qiladigan. Shunday supalarda jibo qilayotganlarning ba'zi ish izlab qarab, raskan desam, jibo qilmaymikin deb o'ylab qolmayman. Adlikka shunday ishlar sal avjib kelyapti hozir demisimi-chu, mushtaq pingtaylarda. Biz endi shu tor dünyasından qanday foydalanish to'g'riliq azroq gap qildik o'tganda. Bayatni sen deding ukam, jibo qilib bo'lgandan keyin rahat his qilaman deb. Rahat his qilayotganlar ko'p. Ammo rahatsiz his qilayotganlarmi yani barcha. Masalan bizda ko'g'chilar. Menmi bir necha shirkatlarniki shu bevosita taqdirchilarim qatnashgan. Bu bir keng ko'lamda bo'lgan bevosita taqdirchilardi. Asosiyatdan shirkatniki qurilmasi, taraqqiyoti, nishoni, ularni kimdi ishlab chiqarayotgan mahsulotni, xalqlarga olib kelayotgan foydali jihatlardan nurg'a yaxshi gaplar bo'lindi. Jibo qilayotganlar faqat men bor, sen bor, peki yana bir kirib qolib, uchimiz bor deb o'ylab qoldik. Amaliyat undaq emas. Ashning deb qaraydigan yeri bor ekan, qanchalik odam ko'ryapti, qanchalik odam kirdi, qanchalik odam bilan yurak berdi, qanchalik odam ham chiqib turdi ekan buningda. Bunda bo'lgandan keyin ashni his qilish kerak-ku. Haqiqatan adamlar bir xil jirgangidek ahvollar yuz berdi. Hamma narsaning qoidasi bor-ku. 300 ming mashinaning birini olib oldik deyli. O mashina bizning shaxsiyning. Bu mashina meningki, ko'chirib ketib qolgan odamni soqab
qizilchiroq bo'lsa, agib o'taversak bo'lamda. Yo'q, olmaydi. Bo'lmaydi-ku. Ammo shin sizning bo'lgan bilan qoida davlatning, yo'l xalqning buni qalay baqa mingish qo'ymaydi. O'zimizning shaxsiy mashinasini qoidasin mangmasak, mangamaymiz ko'chada. Jibom shundaq. O siz o'zingizning gapini qilyapman degan bilan ayda qancha minglar odam ko'ryapti-da. Uning hamma narsaning bir qoidasi bor. Shunga ba'zan narsalarni bakmiliqi o'zini asos qilib kesib bo'lmaydi-ku. Jibo qilishda nima maqsadli qilyapsiz? Eng muhimi bir mazmun bo'lish kerak-ku bu yerda. Odamlar seskandirayotgan narsa aktiv bir mazmun yo'q-ku bu yerda. Ya fan texnika, ya meditsina, ya bo'lmasa bir madaniyat, ya bo'lmasa ma'rif, ya bo'lmasa bir tadqiqot. İnsaniyetga bir foydali olib keladigan bir asos bir mazmun bo'lish kerak. Ba'zilar chiqib uxlaydiganlar bor ekan. Baba ben ko'rgandim. Yotqancha kirib, qo'qirab uxlab bizmini qildi ekan. O nim qilayotganda uxmadim. Ashim bir adabsizlik. Tomoshabinga yoki bo'lmasa ko'rmanlarga intan cho'ng hurmat bo'lish kerak. Ya bo'lmasa o'ynamang siz buni. Ya jibo qilmang. Qildingizmi? Harakatda go'zallik bo'lish kerak. So'zda go'zallik bo'lish kerak. Anandikin maqsad muda iniq bo'lish kerak. Tilga chortla og'ilmaydigan bir necha shoppinglarni ko'rib qoldim. Men o jiboni ko'rmadim. Jibo qilgan haqli jetoqli taqib etganlarni ko'rdimda. Turib chonda bir yaram bo'lib ketdim. Ana shuni bizning bu programmamizni ko'rayotganlar, hatto shu men ko'rganda ko'rganlarning eski cho'qim keladi u narsa. Odam intan g'azbini qo'zg'aydigan. Chunki bu jibo deganda bizning cho'nglarimizni tortib, ustozlarimiz, ma'rifchilarimiz, fan texnika olimlarimiz, tangtushlarimiz ayol, singil, balalar o'tiribdan ko'rimiz. Shunga men dedim bir mas'uliyat tuyg'usi bo'lish kerak bizda. Asli bir yaxshi bir sakna, ilik tikilganlarniki o'ziniki natijasini so'zlaydigan, bir ish qilmoqchi bo'lganlar orzusini so'zlaydigan, bir odam o'ziniki g'ayrat, jasoratini bir namoyon qiladigan bir sakna deb o'ylayman-ku men. Aksicha buni ta'tir burab gaplar odatda o'zi yolg'iz jibo qilmagandimi, disimi bo'lmaydigan ashuna gaplarni mushunday millionlar odamlarning oldida deyishning o'zi bir obro'ymi, bir sizga bir shon shuhratmi o'mda. Shanqarab davatni seni kelgusi deb qolmish deb. Biz kelgusida tor dunyosidan qat'iy arlamaymiz. Ehtimol bundan keyin mushuna ushqanday taraqqiyot bo'layotgan mezgilda bundan ilg'or taratqu shakllar chiqishi mumkin. Şun bunda bo'lgandan keyin jibo qilganlar naytda axloqqa diqqat qilish kerak-ku. Bu yolg'iz sizniki do'yini o'ynagan yoki bo'lmasa jibo qilganni shaxsiy bir uyda yolg'iz qorong'i uyga kirib olib, yolg'iz qilyapman deb hargiz manda anglan qilish bo'lmaydi. Qattiq intayin odam ko'p umumiy so'rinchi bu. Ham yaxshi mazmunlar bo'lsa qiziq-ya o'mi. Yaxshi mazmunlar bo'lsa, qiziqarli odam bir yerib charchagan chog'da ancha-muncha biz zoqqa taqildigan, xo'shalik taqildigan. Ba'zan gaplar chiqishdi ekan, deb bo'chi obrim deydi ekan, yana uni yodlab olgan, yoki bo'lmasa repetitsiya qilib olgan, yoki bir nazorat o'rinlarining tasdiqini o'tmagan bir gapda u bir. Anikin utirib qo'ygan o'ringa utuqqa qo'yib talab qo'ydi ekan. Kiyimingni sala, mullag'atda, undaq qilpa, mandaq qilpa deb o'rinsiz talablar. Yani o'rinsiz talablarni odam sal chekinishib ketgancha, ba'zan narsalardan biz seskinib ketmaylik. Yani ümidsizlanib ketmaylik. Hozirgi yoshlarimiz davlatimizning kelgusidagi bir izbosarlari sizlardan unda gap chiqadigan, mushu yoshlarning ashuna gap chiqadigan bo'lsa biz intanilga bearamchilik his qilib, ümidsizlanib ketganmiz. İlg'or ideya, aktiv energiya, bir inson foydali mayli uning odamlarning hammasining mijoz xulqi o'xshamaydi-ku. Ba'zilarning salomatga yaxshimay qoladi, ba'zilar shu kunini g'amkin bo'lib qoladi, ba'zilar xushal bo'ladi, ba'zilar boyib ketgan, ba'zilar ziyon tortgan. Insonning hayotga turmushi xuddi faqat bir kunda tampon holatda bir siziqda yashamaydi-ku. Unda bo'lgandan keyin hammasini o'ylagan asosda, hammasini ko'z tutgan asosda xushalik ato qildigan, bir xil zoq ato qildigan mana bir kayfiyat bo'lsa, menimcha bu bir sal mazmunli bir narsa bo'ladi. Adam jalb qila oladi. Shuningdek biz yaxshi jibo qilayotgan, unidan to'liq foydalanayotgan, unidan unum yaratayotgan andaq bir ko'p sondagi yaxshi kishilarniki jibo qilishiga so'qsiz sepsak bo'lmaydi mana. Menga davatida juma ma gapni. Sen qanday bir jibolar uchrab qolding? Shu chiqiladi debdi. Ya menga bek xushqaydi. Qanday jibolar pekilani deysa, Peki şu peki. Bek ko'rsa ustiga kechiyichak. Degidan bir necha yil. Bir kechich ko'mdi. Men bunday qilsam chiqib qoldi. Qarasam biz uxlatibdik. Kichik uxlamay o'ynamsa, bu uxlamagan odamni o'riqlab ketdi, davat tutib boqo. Uxlamagan sir samirdi.
Ben de nimi görmediğini kulağını. Sen de kopamın dedim jo. Uxlab qadam nima? Yo'q, hargiz qopmaydi u. Bu yetib qolgan qadar qopadi. Sen qopab ko'msan, hargiz qopmaydi. O uxlaydigan, moli ko'rdik ya, qopab ko'rdik. Kömün adam qarab botda şeyde. Demizlik, hurmatsizlik. Hurmatsizlik. Haq vaqtini chiqarib, uxlamay yoki bo'lmasang diqqatini qo'zg'ab, nima demoqchi bo'lg'aydi deb, bir sanga guanjo qotqa vaqtida qopabla, popkir anda gapni qilsang, haqda g'ajib qo'zg'il deyman, dunyodagi ko'p qism odamlar axloqliq, yaxshi odamlar bor deyman. O bir ikki odamning ta'siri jiqadam anda zaxmiga uchrab ketib bo'lmaydi. Diqqat qilish kerak. Mis jurbo, menimcha buningki texnik sog'lom appag'ili bo'ldi deb qarayman. Men odat sizlardek o'zim chiqib o'ynamayman. Şirketlarning yoki hukumatlarning ba'zan bir cho'ng faoliyatlarini jurbolari qatnashdi. Menimcha uningdan intan hozir ata qilaman-da. Yaxshi bo'lgan, yaxshi kiyingan, grimlarimiz yaxshi qilgan, yasnavagan, muhitlar güzel, sözler güzel, cho'nglarni hurmat qilgan, ustozdan taklif qilgan, bir xil mandaq yaxshi gaplarni anglaydigan, aktiv energiya bo'lgan bo'lsa, so'rlar bo'lsa, adang zo'qata qildi-ku. Menimcha qaysi yaxshi, qaysi yomon, endi farq etmasak bo'lmaydi bo'lib qoldi. Jazolarni qanday o'taysizlar? Jazoning eng oddiysi, ikkimiz fikr qildik. Endi keyin menda bizga pul yetadi-ku, futbolsin deb. Masalan, men futdim. Meniki menga eng jiq pul atqanda, masalan, 50 ga balo qolsa, Serdan qara pishoningizga 50 deb yozing deyman. 50 deb yozsiz. Bu eng yaxshisidir. Ilmiy raqamda bir simni yozib qo'ygan. Undan so'tan lekin Bro, ko'n zamonlar jinoyatchilar yuziga tam urib qo'ydi. Shuni bo'lsa-sizlar. yana birisi masalan, unda bo'lsa, siz g'uljida o'qasangiz, men Urumchida o'qasam, 2 kungacha shu Urumchiklab mening putimni tushib qo'yasiz deydi. Putimni tushib qo'ysangiz? O. G'oljiga putim tushib qo'ydi. 5 kunlik yerdan kelib putim tushib qo'ydigicha, yugurib berib dadangizning opangizning putim tushib qo'ysangiz bo'ldi emasmi? Yaqin tursa. Endi sen çataqmaya. Şu psixik olimlar ko'z boqidan kelgan. Putimni tushib qo'ysiz degan. Usulga qalg'o. Gül keltirib o'tsa ondan. Usulga endi bir normal o'ynab kelsa normal emas. O erlarga dopi o'ynatgan usul qanday bir normal usul bo'ladi bu gap. Mishal bir o'ynab beramsan ya. Fitirvatgan bo'pchi. O'ynab kelsam, o'ylab kelqil. Suvni sep sig'ar yega degan gaplar cho'nglarni bekor qilgan gap emas. Hamma narsaning ilmiy asosi bor-ku. Bu gapdi debmi davramdi. Bu qiliqdi debmi qilaveramdi. Bu nimda o xo'shallikningki yig'indisi u emas-ku. Dunyoda belki xo'shal bo'lgan ishlar bekjiq bo'lmasa, xalqlar shu xizmat qilgan bilan minut o'tmaydilar seni. Binormallik ishni qilsang odam kulgisi keldi-ku. Bu kulib ketsa men buni kuldadim. Deb anda qilmay, o kulib pulapla oqidan nimda qildi, ma'burini debla, sen yomon gapingni qiladi. Haqiqiy kuldirma desang, ma bizning ustozlarimizdek, hech bo'lmaganda bizdek bir 40 yil emgak qilib, bunda kuldamamsa. Dönüzümüz şu zaman külgendek, yakımızsa vay yüreklerini verip fılatkanda qilgan bilan bir aql tillaydı kendiler. Şu zamanlar yakımızsa bir aql unutup da ketedi eken. Men başdan keyin jibaqoqda nima qilish uqmadim-ku. Qanday narsada ichib o'tirib bilqi. Ba'zan gap so'raman, men gap topolmadim deb boshqa qildim. Keyinda rahmat nimada jiboq qilib biz unda sharqa vaqtimizni qilaysak, unimi başda Severdan kam, Adilkamda bo'lsa, "Vo, Adilkamda bir gap qildi ekan." O'zimlarmida yana biz bolalar bizni to'nimagan ekan. Biz gapni qilmaydi ekan o'tkazadi. Meningcha shu jiboni nayta sağlam taraqqiy qildag'ili bo'ldi. Lekin endi qoramiga yetmagan bolalar bor-ku bu yerda. Bizning eng ko'ngil bo'lganimiz qoramiga yetmagan bolalar. Ular oq bilan qarni bizga o'xshab farq etamagan bir narsani xavchishingiz kuchlilik bir xil, voy, deb qiziqib qoladi. 10 yoshdan tortib, hatto unidan 7-8 yoshdan boshlab 15-16 yosh, hatto 18 yosh bo'lgan bolalarni o'ylamasa qolmaydi. Ular aniki qiziqiblar, ularga kichik 7 yosh bolaga korxona, Mars kainat deb so'zsan uqmaydi va. O nimaga qiziqib tursan shu og'zimizga dasib ko'rdik-da qiziq keldi. Analizbek isil qoldi. Ya, bolalarni o'ylamasa qilmaydi shu. Avlaqa bizim shu o'smir bolalarimizni ko'z tutgan asosda mushundaq jibo qilayotganlar qattiq diqqat qilish kerak. Endi jiqlari hozir bu tor dunyosini ayta erkin deb his qilib olganlar bor-ku.
tor dunyosi bek erkinken nima desak bo'ladi ekan, og'zimiz uzaq mı bo'ladi ekan, voy kiyim solsak mı bo'ladi ekan, dopi va usul o'ynasak yalan. Ashunda bir ideya o'ylab olib, amaliyat undaq emas. Bu deganni bu shu qonun organlari, bunun tor maxsus tor saqchilari va bunun ko'rdigan, biladigan azroq qo'yitida tuzilib qolarmi ekan. Bergan fursatni bilmagan gapchi. Bir sevdiğin kamdek mesela cimlik nakş etip kulak kalsımı bazı çıkıyor. Daha bir geplen depler. Bir ağzı buzup koydu. Bika adım bika. Og'izni bo'lsa-ku mayli teqi ba'zilari bir xatni yezib qo'yib qochdi. Nima xat desam, "Manda kino ko'makchi bo'lsangiz, meni qo'shib deb. Men gap qilmayman, ularni alaqay o'qimagan, ko'rmagan bo'libdi, ko'makchi solsam, alaq ko'rayotganlar pingla degani chiqqach, yo'qol bu yer. O xalq tarafidan zarbiyedi, o hamını zarbiyedi. Seni mesela 100 bin adam ko'rayotgan bo'lsa, uning hammasi tilisa, senda chuqum senda masala bor degina o. Onun için biror kişi ashuna gap qilgan bo'lsa, aşı Gönce qotqanlar özü jalaydi. Xuddi bizmi burun 20-30 yil oldida shundaq yaxshi naqshlarni itot o'ynab bersak, ving shapaq chiqib qoldi-ku. Adam de. O, atdi. Ya onu qattı başına. Açıb shapaqqa tutdi seniga. Ashyadimi? Ashiliqi ya bilib, ya bilmay. Iliq sapa o'xshamagan ekan. Ba'zanlar ancha-muncha qizib qolgan, yap bunda aytib o'tganlar. Anikin ashib past ko'rayotganlar Anki bizden inkasımızda köygendeki nayt gazap kep öğürlü buladıyken xotdelik ala antılap ketkedik ma anı urukçuda. Ne kışında? O kuşaş kep o. O pakatla hazırlık zamandaki bizden davrımdaki şapak az zamandaki. Vakti tor olmagandaki. Bolgan bolsa torda tuttu şapak. Cübone severden. Sen işkizine qavatsa bunun kintaxım yaxşı qığın. Demek endi mushu jibo to'g'riliq pek yaxshi paranglashdik. Jibo bo'lsin, mayli qisqa video bo'lsin, mana mushundaq bir taratqularda jibo qilayotgan kishilarimiz eng avval o'zininki oilasini o'ylashi, jamiyatni shuning bilan birga hozirgi Odilkam deganga o'xshash farzandlarni, o'smirlarni kerak o'ylash kerak. Odilkam aytdi yaxshi bir so'zlar bilan to'g'ri bir yo'lni yoshlarımızga, ekran oldidagi ko'rinmalarimizga shundaqlar jibo qilayotgan kishilarimizga bir tavsiya qilib qo'ydi. Biz jibo qiladiganmiz, qilayotganlarni ulgu olishimiz kerak. O'z oldimizga xohishimiz bo'yicha, qalbimizga kelgan bo'yicha emas, yaxshi qilayotgan, normal qilayotgan, oldin qatorda ketayotganlarnikini ulgu qilishimiz kerak. Qandaqdir yangilik yarataman deb har xil uslubda biz jamiyatga yoki oilaga eng muhimi biz mush o'sib yetilayotgan o'smirlarimizga, maktab o'quvchilarimizga shunday passiv bir ta'sirini berib qo'ysak, bizning bu xatoligimiz balkim mangu tuzib bo'lamig'idek bir pushaymonni olib kelishi mumkin. Shunga bizning ta'kidlaydiganimiz yanala shu jibo qilayotgan do'stlarimiz intayin sog'lom holatda jamiyatga, oilaga, farzandlarimizga, xalqimizga intayin foydali bo'lgan bir xil hissiyatda biz jiborimizni davomlashtirsak bo'lsa, buni texmi taraqqiy qildirib, bilim bilan qurollanib, texmi yaxshi o'rganish qilib, buni haqiqiy tushunib, ana lekin jibo qilsak, menimcha texmi yaxshi bo'lgan unumlarga erisha olamiz deb o'ylayman. Yollarımda bu